Xo'p, demak endi sizlar bilan bugun asosan o'sha darsimizni birinchi qismi ma'lumotlar bazasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, sizlar Scopus haqida eshitgansizlar avval. Demak, Scopus yoki Web of Science haqida ko'plab demak shunaqa so'zlarni eshitib yuribmiz hozirgi kunlarda, sababi oliy ta'limlarda yoki o'sha kelasi 27-yillarda ham PhD yoki DSkda ham aynan o'sha huquqiy jurnallarda maqola chiqarish talabi qo'yiladi. Shuning uchun demak bu narsani o'rganishimiz hammamizga kerak bo'lib qolyapti hozirda. Endi Scopusda yoki Web of Science maqola chiqarish sizlar ko'pincha pullik deb eshitgan bo'lishlaringiz mumkin yoki juda qiyin deb eshitgan bo'lishlaringiz mumkin. Xo'p, demak bu Scopusdagi yoki Web of Science'dagi jurnallardagi maqolalar hammasi ham pullik emas, aksariyat ko'pchilik qismi bepul. Lekin pullik jurnallar ham bor, juda anchagina. Sizga demak ixtiyor o'zingizga. Demak qanaqa jurnalga maqola chiqarishni o'zingiz tanlasangiz bo'ladi. Endi o'zim men profilimni ham o'z ko'rsatamaslarga demak boshdan Scopus bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Birinchidan Google'ga kiramiz. Scopus Author degan yozuvni bosdim. Demak shu yozuvni hamma bosib Scopusga kirish kerak. Scopus Author degan joyga kirdik. Demak bunga kirganimizdan keyin birinchisi Scopus Search for Author Profile deb o'sha ustiga bosamiz. Endi menda avvaldan obuna bo'lganim uchun to'g'ridan to'g'ri kirdim, men mayli bundan chiqaman. Sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Qaytadan kiraman. O'sha Scopus Author degan yozuvga. Mana shu oyna sizlarga ham ko'rinishi kerak endi. Ko'ryapti? Xuddi ana shu oyna ochiladi. Bu sizlarga hozir nima deydi? Scopusning ham ikki xil versiyasi bor. Oddiy holatda va premium deydi, kod bilan kirish. Ya'ni oliy ta'limlarda, ayrimlarda O'zbekistonda ham bor. Login parol orqali kiriladi. Bunda imkoniyat kengroq bo'ladi. Hozirgi bu oyna bepul holatdagi demak Scopusning nimasi ishlash oynasi hisoblanadi. Bunga kirganingizda shu ko'rinishda demak ko'rishingiz mumkin ekan. Endi bunga create account yoki kirish sign in qilamiz. Bu uchun sizlarga parol kerak. Parolni o'zlaringizga vazifali qilib beramiz. Topishni bu yerda o'sha email birinchi kiritiladi, to'plam email. Keyin demak undan keyin nima qilinadi? Parol kiritiladi bu yerda. Menda hozir bor, shuning uchun kiritib turmayman, kiritaman. Mana bu demak Scopusning qaysi varianti, ya'ni pullik varianti hisoblanadi bu. Bunda imkoniyat kengroq. Sizlarga ham demak kelasi darsga topshiriq beramiz. Qidirib o'sha parolni topsangizlar bo'ladi. Universitetlarda qaysi universitetlarda obuna bor, buni demak topsangizlar, qolganlar ham demak ishlatsa bo'ladi. Bu hech qanaqa o'sha universitet uchun zararli tarafi yo'q. Demak qaytanga yaxshi tarafi bor. Ko'pchilik foydalansa, bo'lmasa ham yaxshi o'sha reyting ham ko'taradi o'sha universitetni. Shuning uchun kimdir o'sha parolni topsa, bemalol qolganlar bilan bo'lishsa, ham demak bu savob, ham demak bu universitet uchun ham yaxshi. Endi bu yerdan Scopusning asosiy oynasi chiqdi, o'sha premium variantdagi oynasi. Bundan nima qilishimiz mumkin biz? Bundan author deyapti, ya'ni mualliflarni topishimiz mumkin. Mualliflarning ism familiyasini yozib topishimiz mumkin. Men o'zimnikini topib ko'rsam agar, Hojiyev demak bu yerda bosh harfni ismni ham kirsa bo'ladi. Endi men bosh harf bilan qidiraman. Sizlar to'liq yozsangiz ham bo'ladi agar bilsangiz. Mana chiqardi. Fizika texnika instituti o'sha avval. Toshkent o'sha fizika texnika institutida o'qigan, Atlantada o'qigan paytimdagi profil bu. Fanlar akademiyasida. Demak bu yerdan profilni chiqarib berdi menda. 4 ta hujjat bor. Index 2 ga tengligini ko'rsatyapti va 29 marta iqtiboslik berilgan, ya'ni o'sha maqolamdan foydalangan boshqalar tomonidan. Hop, demak bu yerda ko'rishimiz mumkin. Scopus ID raqam bilan har kimning o'zini ORCID raqam bilan buni ham tushuntiramiz. Shu shaklda bo'ladi, ya'ni siz xohlagan olimni ism familiyasini topishingiz mumkin ekan shu ko'rinishda. Endi dokument qidirish mumkin bu yerdan. Dokument degani hozir bilamizki, maqola Scopusda chiqqanmi yoki yo'qligini tekshirishning eng yaxshi yo'li, demak Scopusni o'ziga kirib, siz nima qilishingiz kerak? O'sha maqolani sarlavhasi orqali yoki abstrakt orqali juda ko'p holatlarda qidirish mumkin. Misol uchun old fields degani barcha ma'lumotlar orqali yoki bu yerda article title maqolaning sarlavhasi, abstrakt kalt so'zlar orqali, mualliflar orqali, birinchi muallif orqali, manba nima deydi, sarlavhasi orqali, maqola sarlavhasi, va hokazo, oliy ta'lim nomi, mana shular orqali demak topishimiz mumkin ekan. Mayli biz sizlarga hozir eng keraklilari keling, abstrakt title bo'lsin, article title ya'ni maqolaning nomi, sarlavhasi, abstrakt keyword orqali topishni ko'ramiz. Scopusda birorta maqolani olamiz. Keling, Solar Energy deylik bitta. Shu jurnaldan keling birorta maqolasini olamizda, qat'iyan bu Scopusda bor yoki yo'qligini tekshiramiz. Endi siz o'zingiz maqolangizni ham tekshirishingiz mumkin. Shunaqa holatda, ya'ni siz maqolangiz chiqqandan keyin uni bemalol o'zingiz tekshirishingiz mumkin ekan. Keling birorta 25-yil sonini ko'ramiz. 26 hali indeksasiya bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shu 25-yildagi birorta maqolasini olamiz. Solar Energy'dan. Mana keling, ana shu maqolaning sarlavhasini kopiya qilib olamiz. Unda o'sha Scopusga endi kiramiz. Scopusga kirgandan keyin yerga joylashtirdik va search degan tugmasini bosamiz. Demak, bu maqolani topdi, maqolaning nomi, mualliflari kimlar edi? Yozilgan xitoycha ekan. NQ va hokazo shunaqa mualliflarni tekshirishingiz mumkin. Xo'p, jurnalning oti qaysi edi? Jurnalning otini ko'rdik. Bu yerdan bosish orqali ham ko'rishingiz mumkin. Solar Energy'dan jurnal otini. Solar Energy yili nechinchi yil chiqqan edi? Buni ham ko'rishingiz mumkin. Agar ustiga bosish orqali ham yili nechinchi yil chiqqani? 2025 ekan. Bu yerdan ham ko'rishingiz mumkin. 25-yil 6 ta nima tushgan? Iqtiboslik tushgan. Ya'ni maqoladan 6 marta foydalanilgan. Demak, shu shaklda maqolani nima qilishimiz mumkin ekan? Faqat Scopusda bor yoki yo'qligini tekshirishni eng ishonchli usul hisoblanadi. Ya'ni siz maqolani Scopusga chiqdi deb sizga ayrimlar berish mumkin, kimlardir ham muallif berib pul berish mumkin, shunaqa holatlar ko'paygan yoki kafedrangizda yoki xonangizdan kimdir so'rasa agar, faqat Scopusga chiqqanmi yoki yo'qligini shu yerdan tekshirish mumkin ekan.
Bu eng ishonchli yo'l. Hani hozir ko'p mashinniklar ko'payib ketgan, Scopesga chiqaramiz degan nimalar ko'payib ketgan, ko'pchilik tushirib ketishi mumkin. Demak, eng yaxshi yo'li siz maqolaning nomini agar chiqqan bo'lsa Scopesda, indeksatsiyalangan bo'lsa, shu yerdan nima qilishingiz mumkin, tekshirishingiz mumkin. Agar Scopesga indeksatsiya bo'lmagan bo'lsa, demak bu yerdan chiqmaydi. Bu degani Scopesda yo'q degan xulosaga kelish mumkin ekan.